Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 17-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 17-hadisimiz Alloh taoloning haqlari ustida oliy ekanligiga iymon keltirish. Shu hadisni o'qib o'rganib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muaviya ibn Hakim roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytdi: "Meni bir cho'rim bo'lib Uhud va Javoniya tomonlarida qo'ylarimni boqib yurardi. Bir kuni chiqsam, to'satdan bir bo'ri kelib qo'ylarimdan birini olib ketibdi. Men ham odam bolalaridek bir odamman. Ular afsuslanganday afsuslanaman. Lekin men uni yuziga bir shapati urdim. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldim. U zot bu ishimni qattiq oldilar. Men: "Ey Rasululloh, uni ozod qilaymi?" dedim. "Uni olib kelchi" dedilar. Uni olib keldim. Unga "Alloh qayerda?" dedilar. "U osmonda" dedi. Men kimman dedilar. "Siz Rasulullohsiz" deb javob berdi. Shunda u zot: "Uni ozod qilgin, chunki u mo'minadir" dedilar. Muslim rivoyati. Xo'p, shu o'qigan hadisimizni hayotimiz tarzida amal qiladigan, shu narsaga ergashadigan, shu narsa bilan yashaydigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rib turgan videolaringiz ozgina ma'rifat bo'lgan bo'lsa, bir dona like, podpiska bosib qo'ysanglar, meni ham xursand qilgan bo'lardinglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.